illalloh Muhammad Rasululloh aşhadu la ilahe illalloh ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, O'rta Osiyo musulmonlari. Abror Muxtorda haqiga video qo'ydim yangi. Shuni qiliqlari haqiga ba'zi bir kishilar yoqmabdi, yosh bachalardir balki. O'zbi yozgan bitta akkaunt so'kinib yozdi, namlay. Prosta unaqa million bo'ladi, oldindan chiqadi, shularga javob qilamiz. Abror Muxtorda kamchiliklarini aytish kerak, ro'y-rost uni ketdan sig'inibdilar, ergashibdilar yangi. Kimligini bilib qo'yinglar, mana hozir Nike chet ellik futbolkalarini kiyib umraga yuribdi, hamma hoji to'ppi, hoji ko'ylaklar kiyganga shu o'zlari ko'rsatib shunaqa yuribdilar. Demakki Namanganni ko'ylagini kiysaydilar, bular Qashqadaryoning Qarshi shahrini o'zbek kiyimlarini kiyib reklama qilsalar, ular shu Yevropani kiyimini reklama qilibdan ko'milga o'xshab shapkalar, kepkalar kiyib chet ellik markalarni zo'r yashadim deb. Keyin nima deymiz? Kishi nima demokratik xalifalik davlat qursa bo'ladimi yo boshqa degan savolga svetoforda uni nima qo'yasan deyapti. Demokratik, ya'ni svetofor, uni nima qo'yasan deyapti. Birinchidan sani demokratiyang svetofor emas, svetofor bu tarozdan urmanglar degan nima bu? Daji Madian qavmi ekan Shuayb alayhissalomga aytgan, tarozdan urmanglar, mezondan urmanglar degan o'lchovlar, metr deysami, kilo deysami, litr deysami, svetoforing ham bu tarozi. Demokratiya deganing bu dajjol demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non oylik yoki boylik. Hozir O'rta Osiyo musulmonlari Amerika, Yevropaga ishga borishyapti, jannat do'zax, do'zax esa jannatdir. Ya'ni erkakni erkakka ham, ayolni ayolga ham o'ylantirib beraveradi, nikoh qilib qani yashasang yasha deyaveradi. Yana bachalarni olib beryapti, musulmonlardan ham ikkitasini bachalarni olib shularga beryapti deb eshitgandim. Turkiyanikilar o'ldirib janjal qilib chiqsam, shuni endi yo'qlayapsanmi? Keyin eshonlar haqqiga nima qilgan, yaxshilab joylab qo'ydimiz, sukunib basha qilib. Eshonlardan sekin mana unaqa soxta eshonlar chiqadi, undan chiqdi deb Suriyalar gapiryapsa, vaholanki Afg'onistonga mana Buxoro amiriga bo'lgan qadar sanadi, panadi noma'lum deb Putindan folajabsan, astag'firullah, may sukunmay gapiray bu marta. Eshonlar sen yomonlamoqchi bo'lasan, eshonlar sen tuzlashini bilasan-da, Imom Mahdi chiqishini bilasan, eshonlarning urug'idan. Man. Sani futbol olib reklama qiladigan futboling birinchidan mana Imom Husaynning kallasini olgan yangi nimada kim olib borgan, tovoqqa solib olib borgan. Ya'ni men eshitgan nimalar mani asl eshon bilan soxta eshonni bilmoqchi bo'lsang, masalan meniki ahli bayt deydi, yangi bizlarga qo'ymardi, yangi bizlardan kattalar bizlar qo'ymasdi, o'ylanmikilar yangi futbol o'ynagani. Bu payg'ambar nimani kallasidir deb, payg'ambarning boshqa bir nimani kallasini kofirlar to'p qilib tepgandir deb. Bu Imom Mahdi keyin g'orga kallasini olib kirib ketgandir deb chiqadi oxir zamonga deb ham Imom Mahdi haqida bitta ishora bu. O'sha Imom Mahdi deganing men yangi chap qo'lni o'ng tisaverib, o'ng qo'lni chap tisaverib, g'aldir gaplar aytyapman. Sen vara qilmay bo'ysunadigan bo'lsang, bo'ysunib ergashishing kerak. Tamom emas, so'kinib gapirishing, boshqa qilishing dabbatil ardi unga turman, dabbatil ardi odam bo'ladi dedilar Hazrati Alidan keyin qavlga qarg'aydi degan belgi qo'yadi, metga qo'yadi degani u. Bu odam bu soqoli uzun degani g'am soqoli, taqvo soqoli uzun yana. Ya'ni nimadi? Dabbatil ardi nima uchun g'ami nimadi? Dabba quyosh ma'rifdan chiqishi turadi, yonma ikov keladi. Abdullah ibn Amirdan keyin hadisdan radhiyallohu anhudan nima aytsang, sababi quyosh ma'rifdan chiqishi bu g'arb mamlakatlari islomga kirishi, shunga kirmagan gaplar bu. Ikkinchi etap Xitoy va Hind keyin majbur bo'ladi islomga kirish. Ya'ni ahli kitob islomga kirish kerak. Ahli kitob islomga keltirishimiz kerak. Hozir 15 minut video qo'ydim, mana bu qabul qilmadi. Misr qisqaroq video qilaman shuning uchun. Sani xatolaring osmon bo'lyapti. Lubboy shayxing, lubboy bitta olimini shunaqangi kirini chiqarib beraman. Chunki dabbatil at qarg'ab metga qo'yadi, chunki menga yangi san negativ joylaringni, men degan odamingni nima bo'ladi? Teshig'i bu yangi pok-kod, pin-kod, o'sir-kod. Nima teshig nima belging demay, gunohkor bandasanlar men. Ana Xudoramat shayxing ham misol uchun shuna chiroyli kelgan yana bitta sababi insonlarga, odamlarga sig'inmaslik uchun. O'zbek xalqi juda ham odamlarga sig'inishga moyil. Ana o'tib ketgan Xudoramat shayxkami, Karimkami, sangami, mana 20-25 yoshga chiqqan bachalar jekkicham burisli deb sanga nima qilib ketaverasan, vaqa o'ynatib o'zingni yaratib qo'yapsan hozir. Inamagangasan. Abdulazafar Sodiq Samarqandlik gaplari gap bo'lmay qoldimi? Rasululloh sallam
urush qilib ketganlar, qilich soyasiga jihod nima deganlari, to qiyomatgacha deganlar gap bo'lib qoldim. Prosta buni yo'li uyingga o'tir degani, qilichini toshga ur deganlardan keyingi o'yga o'tirib, tinch o'tirmaysan. Dobbatlar chiqadi, jaqjaqda ham qul chiqadi, internet orqali da'vat qiladi. Imom Mahdi hammasi bitta mana shu. Iso alayhisalom ikkinchi kelishi ham yevroylar kutayotgan Mashiaching ham yangi Mashiach degani ham o'sha Ishua der ekan. Iso alayhisalom ikkinchi kelishi bu. Xromoy Ganchar deganing cho'loq xabarchi degani, cho'loq oqso xabarchi, ya'ni o'sha dabba bilan ikkovi bitta narsa sekin-sekin yetib keladi, chaqqon yetib kelmaydi, yalang'och xabarchi emas. Xromoy, ya'ni cho'loq oqso. Dabba ham qanchada yangi Abu Buraydadan kelgan otalardan aytganmi, roziyallohu degan o'sha Hazrat Sodiq Samarqandiydan olib gapiraman. Nima deyarlar, Makka devorlarini chekkasiga olib borganlar, o'sha kishining sahobanida mana shuncha joydan chiqadi deylar, dobbatil arz, yangi joyda ko'rsatganlar, katta narsa emas, ya'ni 20-22 santimetr emas, bir qarich emas, bu bosh barmoq bilan ko'rsatish barmoq. Bu nima degani? Ya'ni Moskva Kallugan, Qurvoqa Kallunga deb Qurvoqani otini aytayapman men. Nikolov Muralsnas degan yo'l bilan o'sha Qurvoqani razmeri, yana mana telefonning razmeri 15 santimetr, telefonning razmeri. Telefon orqali internet ham chiqib turibdi. Yana bo'lmasa qilichlarini zaytun daraxtiga o'sib degan Istanbul fathiga ham nima qiladi, jihod qiladimi? Ya'ni nima 4 Allohu akbar bilan 4 marta takbir bilan Istanbul fath bo'ladi deganing hammasi bu internet orqali da'vat. Sani gaplaringizni men eshitmayman. 5-10 ta videoni ko'rsam, aybini chiqarib beraveraman. O'sha Xudo rahmatiga sig'inmaslaring uchun ham, lubba bir kishi sig'inmasling uchun Alloh taolo shunaqa belgi qiladiki, yolg'iz Allohga sig'inishing uchun. Sen vaholanki ishonlar gapirib turibsan, Misr, Ibrohim alayhisalom aytganlarga meni zurriyatimdan musulmonlarni chiqarding, Alloh taolo aytgan, seni urug'ingdan unaqalarni ham chiqaraman, uni emaslarni ham, yana mu'minlarni ham, kofirlarni ham chiqaraman degan. Yana Saffat surasi bizni 13-oyatda aytganki, Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalom va Ishoq alayhisalomlarga aytgan, senlarning zurriyatingdan ham kofir mu'minlar chiqaraman degan. Ya'ni odam atoni bolalari ham masalan Qobilni o'ldirdi degan, Qobilni qurbonligi qabul qilinganda, Qobilniki qabul qilinmadi, shunga ukasini o'ldiradi, ya'ni qizga bo'ladi, o'zini singlisini ham olish kerak bo'ladi, sevib qolgan, egizak to'lgan bo'ladi, o'zi bilan teng to'lgan, sevib qoladi, undan keyingisini olish kerak bo'ladi, ya'ni undan keyingisini olib, xuddi ya'ni nimalarda ya'ni jinlarni aytasanlarmi, Alloh taolo ins va jinslarni ibodat uchun yaratdi degan mana she'rga. Ya'ni shayton deganing azozil farishta 7 qavat yerdaga ketganimizda xuddi mana shunday voqea bo'lgan, keyin sevganini bermagandan keyin u o'ksha tug'ildi degan ilon dumli va chayon dumlilar qissasi bor. O'ziga ularki o'zi bilan teng tug'ilganini o'ylanish buyurmaydi, keng tug'ilganini buyuradi, o'zi bilan barobar tug'ilganini sevgisi sevib qolgan bo'ladi. Keyin 7 qavat yerdan ibodat bilan yerda ustiga chiqadi, 7 qavat yana ibodat bilan 7 qavat osmonga chiqib farishtalarga dars beradi. Yana u nima qiladi? Farishtalarga sig'ininglar, men odamni yarataman degan loydan hammasi sig'inib, kishi sig'inmaydi. Men nima deydi? Loydan bo'lganga sig'inaman, loydan bo'lganman, olovdan bo'lganman deydi. Bir kibr qildi deydi. Sen undan ziyod kibrlar qilyapsan. Insoniyat umuman undan ziyod kibrlar qilibdi. Odam qon to'kidanlarni yarataman degan qon to'kayapsan. Yana u yakka xudolik da'vo qilgan, u o'zingdan boshqa sig'inmayman, ey Allohim degan, o'zingdan boshqa sig'inmas, sajda qilmayman degan. Tushunayapsanlarmi? Sen ko'rib turman, hozir umraga yuribsan, ya'ni Abror Muxtoring senlar yonini oladigan ko'miring, umraga yuribdi, hamma girdiga hoji to'ppa, hoji ko'ylakka kishi nakmayka yuribdi. Men hozir aytdim, o'sha Namangan ko'ylagini yo Qashqadaryodan qarsdan chiqqan ko'ylaklarni O'zbekistonnikini reklama qilsa bo'ladi. Vaholanki o'zbek xalq maqollarini sen dunyoga yo'y, qo'shmoqdan chiqishi g'arb mamlakatlarga, bu Yevropaga, Rimga, Amerikaga kelayapsan, yevrilarga, xristianlarga sen o'zbekni o'shini yo'ygin, o'zbekni urf odatini yo'y, o'zbekni maqollarini yo'y, o'zbek qizlarini ham kiyinishini, yopinishini yo'y, senlar kallayni ochib, baxingni ochib, ochrat bilan vaqa bermasdan, yangi qizlarga aytaman-da, puling narxing Dubayga, Ubayga bo'lib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.